Assalomu alaykum. Bularga qonun qatnashchilari. Bugun biz sizlarga Taylubeylarda senalarni tanishtiramiz do'stlar. Mana Taylubey ekan, ikkinchi tug'ish ekan. 65 ming deb atadi. Jashday ekan. Tay 2 oylik bo'libdir. 65 ming deb atadi. Bul beyni 80 ming deb atadi. Tay urg'ach ekan. Bir sadrat ekan, jo'sh ekan. Qanchasi tug'ish? 3-chi tug'ish ekan. Bir sadrat ekan, jo'sh ekan. Mana do'stlar. Tay urg'ach ekan. Do'stlar, hozir nomerini sizlarga aytamiz. Bu yerdagi yurgan mesni ekan. Aka, nomeringizni aytib qo'ymaysizmi? Nomeringizni? 72 ming ekan. 44 14 84 nomerini çalsаңыздар, beyin egesiyle baylanışıp bağlasanızlar болады. Anda at turadi ekan, bu at. Bu at nazariyesi жоқ ekan, jaş at ekan. Minglerge beradi do'stlar. Do'stlar, menda ikkita jaş atlar bor ekan, buna. Buna qora atni 60 ming mi? Ay, 60 ming? Buna sarı atni 50 minglik. İşke жақсы екен, ак үстіндегі арава жақсы іштеткен болады екен. Барлық ішке мингенге жоғыш екен. Жашы 3 жаштағы аттар екен. Чекедегі жаштайлар әрбіріне 25 мыңнан деп атады мынаке. Мына урғач тайлар екен, мына. Көрдіңіздер, 25 мыңнан дейді. Мына екі тайды 30 мыңнан деп байланып тұрады. Dostlar, çoğalay ayılındağı Davut Qurg'on ayılında bugün mal azıрақ çıkıptır. Biroq öte mal arzan. Sizler menen ardayım жылқыларды, малдарды тартып бергенге hareket qilamiz dostlar. Baylanışıp, kommentarga qo'yingizlar, qoldirib, kanalga qatnashib ketingizlar.